Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Bugungi sana 2026-yilning 2-mart sanasida video qilyapmiz. Bugungi chiqaradigan videomiz Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumaniga 1,5 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglariga zakaz olgandik dehqon akalarimizdan. Ya'ni ikkitasi 1 kvadrat, bittasi 1,5 kvadrat, ya'ni 1,5 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglariga zakaz olgandik. Hozir kunda dehqon aka-ukalarimiz ham shu o'zini uyidan chiqqan mol, qo'y go'nglarini qayta ishlab, o'zining dehqonchiligida foydalanish uchun Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanklarimizdan olib, shu o'zini uyida shu biyagumz tayyorlab, shu dehqonchiligiga ishlatib boshlayapti. Chuvalchanglarimizni sotuvdagi holatini siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Chuvalchanglarimiz ko'rib turibsiz, sotuvdagisini. Zichligi juda a'lo darajada. Bu ikkita bioreaktorimizdan Qashqadaryo viloyatiga chuvalchanglarni sotuvdik yaqinda. Samarqanddan ham zakazimiz bor, Samarqand viloyatidan ham. Bu joylarimizga yangi oziqalar berilgan. Yangi oziqalarga chuvalchanglarni o'tgan holatini o'zingiz bir qator ko'rib turibsiz. Chuvalchanglarimiz zichligi a'lo darajada. Bahor mavsumi boshlandi. Hozir havo harorati bugunning hisobiga ertalab soat 8:30 da video qilyapmiz. 11 darajani ko'rsatib turibdi. Xudo xohlasa shu videoning davomiyligida akamizning chuvalchanglar boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyini ham siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin. Bizda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari sotuvlari davom etmoqda. Viloyat bo'ylab dastavkalarimiz bor. Chuvalchangni zichligini o'zingiz ko'rib turibsiz, juda a'lo darajada. Videoni uzilmagan holatida bioreaktorlarimizdan bir qator siz aka-ukalarimizga ko'rsatdim. Barcha joyi shunday zichlikdagi Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. O'zingiz ko'rib turibsiz, zichligi juda a'lo darajada. 1 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarimiz 1 million so'mdan, ya'ni ikkita banan korobka hisobida zakaz qilsangiz shu uyingizgacha yetkazib berish xizmatlari barchasi ichida. Akamizning chuvalchanglar boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyiga yetib keldik. Go'ngni holati juda yaxshi holatdagi, mana bir qurib olgan go'ng, o'zingiz ko'rib turibsiz. Endigi holatida esa chuvalchanglarni bir qator ikki tomonini yorgan holatida o'rtasidan tasha boshlaymiz. Ikkitani tashadik bu tarafga, hozir yana bittani bu yonboshdan tashlaymiz. Chuvalchanglarimiz holati zichligi a'lo darajada. Tagacha shunday bir tekisda.